Qolipim yo'q, duxovkam yo'q deb endi bahona qilishga hojat yo'q, chunki qozonda keks bunaqasini aniq ko'rmagansiz, shunaqa ham воздушный bo'lar ekan. Endi o'zim ham doim shu retsept asosida tayyorlayman. 3 donagina tuxumga 1 stakan shakarni yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirtirib oldim. Endi yarim stakanda yog', 1 stakanda sutni qo'shib yana mikser qilamiz va un, razrıhlitel yaxshilab mikser qilib bitta massa qilib olamiz. Ikki qismga bo'lib oldim bu massamizni, oq va qora, bittasiga kakao qo'shib, yarmini aralashtirib oldim. Qozonimizni ovqat pishiradigan oddiy qozon qizlar yog'lab, ya'ni sariyog'lab, ustidan un sepib oldim, o'rtasiga stakanni qo'yib, ketma-ketlikda massamizni oq qora qilib oldim. Endi krishkasini yopishdan oldin albatta sochib qo'yib olamiz va qopqog'ini yopib, birinchi o'rta olovda 5 daqiqa, keyin esa yarim soatga past olovda pishirib olamiz. Mana shunaqangi holatda bo'ladi. Zubochiskada tekshirib ko'ramiz. Bir pasda ajraladi qizlar. Shunaqa ham mazali, isochniy bo'lar ekan. Hozir kesib ham ko'rsataman. Orqalari kuymaydi, chunki juda ham past olovda bo'ladi. Like bosib, bahona qiladiganlarga yuborib qo'ying.